g'iybat qilgan odam bilib qo'ysin, o'zi g'iybat qilgan odamni o'shaning g'iybatı tufayli g'iybatchini savobini g'iybat qilinganga olib beriladi. Oxiratda sen buni g'iybat qiluvding, buni haqqi u dunyoda senda qolgan. Endi seni savobini bunga olib beramiz deydi. Agar deydi g'iybatchini savobi bo'lmasa deydi, g'iybat qilingan odamning gunohini olib buni yelkasiga osiladi. Mana shu haqiqatni esdan chiqarmaslik kerak. G'iybat boshqa bir mo'min musulmonga nisbatan jinoyat ekan, jinoyatning jazosi bor ekan, bu dunyoda tortmay ketgan bo'lsa, oxiratda ham qutula olmas ekan. Yo g'iybatchini savobi g'iybat qilinganga olib berilar ekan, agar uni savobi bo'lmasa, g'iybat qilingan shaxsni gunohini olib g'iybatchini yelkasiga yuklanar ekan. Mana shu holatlarni inson yaxshi o'ziga singdirib olib esdan chiqarmasligi kerak.